Hurmatli foydalanuvchilar, endilikda Nodavlat bog'cha.uz platformasidagi ma'lumotlar asosida soliq tizimiga ish haqi hisobotlarini yuborish yanada osonlashdi. Ilgari bunday hisobotlarni tayyorlash uchun bir necha soat vaqt talab etilgan bo'lsa, hozirda bu jarayonni Keeping platformasi orqali atigi 1 daqiqa atrofida bajarish mumkin. Ishonmayapsizmi? Unda diqqat qiling. Birinchi navbatda Nodavlat bog'cha platformasining yuqori qismidagi Keeping tugmasini bosish orqali Keeping tizimiga to'g'ridan-to'g'ri o'tiladi. Platformada video yo'riqnoma ko'rinish beradi. Video yo'riqnoma bilan tanishish yoki X tugmasini bosib yopish ham mumkin. So'ngra ommaviy ofertadagi keyingisi tugmasini bosib, shartlariga rozilik bildiriladi va ro'yxatdan o'tish tugmasini bosib, elektron raqamli imzo kalit orqali imzolanadi. Shundan so'ng sozlamalar menyusidan Nodavlat bog'cha qatorini tanlab, rozilik berish uchun tasdiqlash tugmasi bosiladi va elektron raqamli imzo kalit bilan imzolanadi. Keyingi qadamda asosiy menyudagi hisobotlar bo'limiga o'tiladi. Mazkur bo'limdan daromad solig'i va ijtimoiy soliq bo'limini tanlab, qo'shish tugmasini bosish lozim. Agarda Keeping platformasiga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, 3 oylik bepul sinov rejimiga a'zo bo'lishingiz mumkin. Keeping platformasidan foydalanish 3 oy bepul, undan so'ng yiliga 375 ming so'm miqdorida to'lovni amalga oshirib, foydalanish mumkin. Ha ishorasini tanlash orqali platformaga a'zo bo'linadi. So'ngra qo'shish tugmasini bosish lozim. Yil va oyning tegishli davri belgilanib, yangilash tugmasi bosiladi. Shundan so'ng Nodavlat bog'cha.uz tizimidagi ma'lumotlar avtomatik tarzda yangilanadi va hisobot ilovalari avtomatik to'ldiriladi. Ma'lumotlar yangilangach, saqlash tugmasini bosish talab etiladi. Bulut shaklidagi tugma orqali hisobot belgilandi va yuborish tugmasini bosish orqali mysoliq.uz platformasiga hisobotingiz yuboriladi. Bulut tugmasining chap tarafidagi Excel tugmasini bosib, hisobot yuborish uchun ilova yuklab olinadi. Yakuniy qadamda brauzerdagi mysoliq.uz platformasiga o'tiladi. Agarda siz davlat xususiy sherikchiligi bo'lsangiz, yuridik shaxs, yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsangiz, pastdagi YTT tugmasini bosib, elektron raqamli imzo kalit yordamida kirishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, tizimga yakka tartibdagi tadbirkor sifatida kirdik va yakka tartibdagi tadbirkorlarning tovar aylanmalari bo'yicha hisobot shakllari tugmasini bosamiz. Dastlab Nodavlat bog'cha.uz platformasi yordamida yuborilgan hisobotlarning xomaki shakli ko'rinish beradi. Tahrirlash tugmasini bosib, avval kompyuterimizga saqlab olingan Excel faylini yuklaymiz va jo'natish tugmasini bosamiz. Shu tarzda ish haqi soliq hisobotlaringiz yuboriladi. Ko'rib turganingizdek, hisobot topshirish jarayoni tez, oddiy va juda ham oson. Siz ham platformadan foydalangan holda vaqtingizni tejab qoling. E'tiboringiz uchun rahmat.